15 kunlik rezultatni ko'rishga tayyormisiz? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana 15 kun oldin hurmatli professor Iniyot Famoshodich boshchiligida smasplazmoplastika, ya'ni yuz sotish amaliyotini o'tkazganmiz. Mana natijani ko'rishingiz mumkin. Bemorimizni endoskop yordamida ikkita qosh yoyini, ikkita qoshning lateral sohasini, qosh kompleksini chiroyli qilib tepaga ko'tarib berganmiz. Mana qosh sohalarini ko'rishingiz mumkin. Peshona sohalarining ortiqcha izbitikini yo'qligini, yonoq anatomiyasini chiroyli qilib shakllantirib, brilliya, lunch sohalarini ham yon tomonga bartaraf qilib berganmiz tortib. Mana ortiqcha izbitikining yo'qligini ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Sheyani ko'rishingiz mumkin. Ikkita lateral sohani platizmoplastika amaliyotini bajarganmiz. Juda ham ajoyib shakllantirib berganmiz. Ko'p opa-singillarimiz so'rashadi, kesma joyi qanchalik darajada ketadi. Mana kesma joyini ko'rishingiz mumkin. 15 kunlik. Quloq dirildog'ini anatomik shaklni saqlagan holatda zo'r qilib berganmiz. Bemorimiz 50 yoshdalar, 15 kunlik natijadan qoniqdingizmi? Juda ham xursandman. Bo'ynalarim ayniqsa yo'qotdi. Yoshlikda ham unaqa V-obrazniy bo'lmagan yuzim. O'shaning uchun hozir zo'r, hammasi yo'qotdi. Klinikamizdan, klinikani servisidan rozimisiz? Juda hamda menga personal hamma yoqdi. Xirurglar hammaga rahmat katta. Rahmat. Albatta 20 kunlik, 1 oylik natijani ham qo'yib boramiz. Albatta kuzatishdan charchamang.